Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda belgi bilan belgini o'rtasidagi farqni o'rganamiz. Taxminan 95-yillargacha bitta belgi bitta baytga teng deb yuritilgan. 256 ta baytni ichiga o'zimizga kerakli bo'lgan belgilarni sig'dirishga majbur bo'lganmiz. Misol uchun lotin alifbosidagi harflar 256 ta bayt ichiga sig'ib ketgan. Kiril alifbosidagi harflarni ham oshib qolgan baytlarning ichiga 128 dan nariga sig'dirishgan. Vaqt o'tib bu narsa ma'lum bir noqulayliklar keltirib chiqardi. Misol uchun Xitoylarda, Karislarda, Yaponlarda hierogliflari bor, arablarda harflari bor, kirillarda harflari bor. Bitta joydan ketgan hujjat ikkinchi joyda ko'rilsa, uni o'qishda iloji bo'lmay qoldi. Shunday muammolarni bartaraf qilish uchun encoding degan narsalar ishlab chiqarilgan. Bugun ana encodinglarda hamda bayt bilan baytning o'rtasidagi farqlar to'g'risidagi boshlang'ich tasavvurga ega bo'lishga harakat qilish uchun bitta tajriba o'tkazishga qaror qildik. Onun uchun birinchi navbatda muharririni ochdim, Equipad degan. Bu yerga mana Java deb yozay. Oddiy bitta Java degan so'z. Bu Java degan so'zni saqlayman. Saqlayotganda kengaytmasini tekst qilib fayl nomini birinchi fayl deb saqlaymiz. Code page'ga bir e'tibor qaratib qo'ying. Birinchi fayl.txt fayl bo'ldi. Xuddi shu faylda yana boshqatdan nusxasini olib saqlaymiz save as bilan. Buni nomini endi ikkinchi fayl deb nomlaymiz. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, fayl C diskdagi vaqtincha degan papkaning ichiga tushyapti. Fayl nomi ikkinchi fayl bo'ldi. Buni encodingini endi UTF-8 deb qo'yaman. Undan keyin yana saqlayman. Save as deb Ctrl+Shift S deb bosgan bo'lar ekan aslida. Buni UTF-16 qilib saqlaylik. Fayl nomini 3-fayl deymiz. Endi bundan yana nusxa olib saqlaymiz. Ctrl+Shift S deb bosib, 4-fayl deb turib, buni endi UTF-32 deb qo'yaylik. Birinchi fayldan 4-faylgacha bo'lgan har bitta faylning ichida faqat Java degan so'z bor xolos. Bundan oshiq hech narsa yo'q. Papkamizni ochib ko'raylik. C disk ichidagi vaqtincha degan papkani ochib ko'rsak, papkada birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi fayllarimiz turibdi. Har bittasi matnli hujjat ekan. Birinchi fayl hajmini ko'rsak 4 bayt, ikkinchi fayl 7 bayt, uchinchi fayl 10 bayt, to'rtinchi fayl 20 bayt bo'lib qoldi. Nimaga? Har bittasining ichini ochib qarasak ham ichida hozir Java degan so'zdan boshqa hech narsa yo'q-ku, to'g'rimi? Faqat Java degan so'z bor, undan boshqa narsa yo'q. Endi yana bitta tajriba o'tkazaylik, tushunchamiz mustahkamroq bo'lishi uchun. Bitta yangi metod yarataylik o'zimga. Baytlarni o'qish degan. Baytlarni o'qish degan metodim o'ziga bitta string argument oladi va ikki faylda nomini beradi argumentga. File input stream ochib, faylni ochishga harakat qilamiz. Manba deb nomlaymiz. Barobar new file input stream. Fayl nomi, ya'ni argument sifatida kelayotgan narsani o'ziga argument sifatida bu ham o'zlashtirib oladi konstruktorga. Tag chiziqsiz bo'layotgan sababi try catch'ga bilan olishimiz kerak. Shuning uchun salam with try catch deb qo'yamiz. Kerak emas narsalarni o'chirib tashlagan bo'ladi. File input streamdan obyekt oldik. Keyingi navbat bitta o'zgaruvchi ochamiz. Byte degan. Cycle ochamiz. Yana bitta qavs ochaman. -1 ga teng bo'lmagunga qadar turishga bitta ish qilamiz. Byte barobar manba read deb qo'yaman. Bu yozgan qatorim byte degan o'zgaruvchiga manbadan kelayotgan bytni tayinlaydi, navbatdagi byte. Agar bu bytening qiymati qachonki -1 ga teng bo'lsa, ya'ni boshqa byte qolmasa o'qigani, false javob qaytaradi. Mana shu ifoda o'zi true yoki false ga teng. Bu kodni ixchamlashtirish yo'llaridan bittasi. Buni ham kechga qo'shib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, chunki bu ham o'zidan exception tashlaydi. Shu bilan mana yerga yozuvlarni chiqarsam bo'laveradi. Buni out format bilan chiqaramiz. Formatlashlarda oldingi darslarimizda o'rganganmiz. Hozir biz maytdan bytedan kelayotgan qiymatni olamiz. Byteimiz aslida integer, integerdan nima keladi? Butun son keladi. Shuning uchun %d deyman. Oxiriga enter tashlab qo'yay. Metodimizga kod yozib bo'lindi. Endi main metodga kod yozamiz. Main metod ichiga aytamizki, birinchi sysout deb turib, birinchi fayldan kelayotgan narsalarni chiqaryapmiz deb ko'rsatib qo'yish uchun bu yozuvni yozib qo'yaylik. Undan keyin baytlarni o'qish degan metodni ishga tushirib, aytamizki, C disk ichida vaqtincha degan papkaning ichidan birinchi fayl kengaytmasi text faylni bizga o'qib chiqarib ber. Kodni ishga tushirsam, mana bu natija kelib chiqdi. Demak, birinchi fayl.txtdan ushbu natija kelib chiqyapti ekan. Xuddi shunga o'xshab ikkinchi fayl, uchinchi fayllarni ham yozib qo'yamiz. Bu endi ikkinchi fayl. Oldiga bitta enterni qo'shib qo'y, natija ko'rinarli bo'lishi uchun. Uchinchi faylga ham, to'rtinchi faylga ham qo'shib qo'yamiz. Endi bu narsalarni ko'rsatamiz. Bu uchinchi fayl uchun, bunisi to'rtinchi fayl uchun. Buni ishga tushiraman. Natijani ko'rsak, to'rala fayl uchun natija har xil bo'lib chiqyapti. Birinchi fayl uchun bu natija baytlar Java 4 ta baytdan tarkib topibdi mana. Baytlarni ketma-ket o'qib chiqdik. Ikkinchi fayldagi Java degan so'z bu narsa bo'libdi. Uchinchi fayldagi Java degan so'z bu narsa bo'libdi. To'rtinchi fayldagi Java degan so'z bu narsa bo'libdi. Yana bir marta qaytaraman. Agar men hozir Equipad boshqatdan ochib, to'rala faylni ham ochib qarasam ham, birinchi faylda ham Java degan so'z,
lekin natijadagi baytlar boshqacha. Ikkinchi faylda ham Java degan so'z, lekin ikkinchi fayldan kelayotgan baytlarni ko'rsalar, baytlar har xil. Uchinchi faylda ham Java degan so'z bor xolos, boshqa so'z yo'q. Bunda ham baytlar boshqalardan farq qiladi. To'rtinchi faylda ham faqat Java degan so'zning o'zi bor, lekin baytlar bir-biridan boshqacha. Demak, encoding degan narsa bor ekan. Encoding mana bu yerda ko'rinib turibdi. UTF-32, UTF-16, UTF-8, keyin ANSI kirillitsa degan narsalar turibdi. Shu sababli mana shu encodinglar har xil bo'lganligi uchun belgidan kelayotgan bayt bittasida 74 bo'lsa, bittasida 239 bilan 187 ga teng bo'lyapti. Yana boshqasida 255, 254, 74, 0 gami, xullas shunaqa narsalarga teng bo'lyapti. Endi demak, bayt bilan baytni, belgi bilan belgi o'rtasidagi farq borligini tushunib oldik. Bugungi darsda o'tishdan asosiy maqsad shu edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.